Sizlar bilan bugun Learning Chess. Bugun biz yurishlarni qandayligini o'rganamiz. O'zi u nima degani? U kompyuter baholash bo'yicha va o'zingizdan baholashingiz bo'yicha yurishni yaxshiligi, yomonligi. Xo'sh. Bugun o'shani ko'rib chiqamiz. Birinchisi yaxshilardan boshlaylik. Brilliant va ajoyib yurish. Menimcha siz ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak. Brilliant yurish. U qanaqa bo'ladi? Mana misol uchun siz filni tushib berib ruhni oldingiz. Shu ham brilliant yurish bo'ladi. Yo bo'lmasa ancha narsa-ispoqlaringizni tushib berib mot qildingiz. Shu brilliant yurish, bir narsani tushib berib mot qilish yoki undan yaxshiroq narsani olish. Ikkinchisi great move, kuchli yurish. Unaqa yurishlar. Misol uchun yurishlar pozitsiyadagi yagona yurish durang qilish mumkin o'yinni yo bo'lmasa yutish mumkin. Misol uchun sizni raqibingiz xato qildi. Misol uchun fersini vilka bilan yo'qotadi bitta yurishda. Siz o'sha yurishda topdingiz. O'sha kuchli yurish bo'ladi. Keyingi eng yaxshi yurish. Pozitsiyadagi eng yaxshi yurish. Misol uchun Stockfish'da kompyuter bilan 18 o'sha 30 ta yurishni hisob-kitob qilib beradi. O'shindagi eng ma'qul yurish, eng yaxshi yurish. Keyin zo'r yurish. U ham yaxshi yurish, faqat ikkinchi darajadagi eng zo'r yurish, yaxshi yurish. U 3-darajadagi eng yaxshi yurish. 4-si mana biz bularni ko'rdik, mana 4-si bu kitob turadi, bu teoretik yurish. Misol uchun debyutlar bor, E4, E5, talancha partiya boshida teoretik yurishlar. Har doim ochilish debyutlarda qo'llanilaveradigan yurishlar. Keyingi noaniqli yurish. U yurish, misol uchun piyodani tushib berish, unchalik yaxshi yurishlar bo'lmadi. Keyin xullas tushunib olmaydigan yurishlar, noaniqli yurish bo'ladi. Xato yurishlar bu asosan misol uchun ruh bilan filni olish, shohni lakirovka qilsa bo'ladigan-da shohni o'zini lakirovka qilmasa yurib qo'yish. Shunaqa yurishlar. Misol uchun o'yinda boshida piyodani A4ga yursam, bu yaxshi yurish emas. Keyin yaxshi yurishni ko'rmay qolish. Bu X bilan bo'lanadi. Misol uchun sizni raqibingiz ferzini tushib berdi. Siz ko'rmay qoldingiz buni. Boshqa yurishni qo'ydingiz. O'shanda u mis bo'ladi. Keyingisi blunder, qo'pol, xato. U misol uchun farzini tushib berish yo bo'lmasa bir necha yurishlarda mot bo'lib qolish, ashaqalarda qo'llanadi. Misol uchun siz blunder qilsangiz, keyin o'shni ko'rmasak mis bo'ladi. Keyin bu yerda manaqa joy bor. Bu buni ham tushuntirib o'taman. Hop, bunda siz qanchalik yaxshi o'ynaganingiz ko'rsatiladi. Buning eng baland 3200. Keyin bu opening. Debyutda qanday o'ynaganingiz, bularni kuchidan anglab olsangiz bo'ladi. Keyin mana mid game. U mid endspieldagi, bu esa endspieldagi.